Namangan davlat pedagogika institutida talabalarni ijara xonadonlariga va talabalar turar joyiga joylashtirish bo'yicha ma'lumotlar markazi tashkil etildi. Ma'lumotlar markazi tomonidan talabalar uchun institut hududida va talabalar turar joyida to'liq va atroflicha ma'lumotlar berilmoqda va ularga qulay sharoitlar yaratilmoqda. Jarayonlar esa juda ham qizg'in davom etmoqda. Men milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Talabalar turar joyiga joylashish maqsadida institutga tashrif buyurdim va bu yerda tashkil etilgan markazda o'zim uchun kerakli ma'lumotlarni oldim. Ijara xonadonlariga joylashish uchun ma'lumotlar markaziga keldim. Bu yerda institutga yaqin ijara xonadonlarining lokatsiyasi, uy egalarining telefon raqamlari berilgan ekan. Bu esa talabalarga juda ham katta imkoniyatni taqdim etadi. Biz talabalar bundan juda ham xursandmiz.